Azizlar, men bugun haqiqiy o'zbek oilasini, qadriyatimizga, dinimizga to'g'ri keladigan baxtli o'zbek oilasini tutumi qanaqa bo'ladi, shu haqida gapirmoqchiman. Afsuski, mana shu narsa unutilyapti. Buni shu qadar buzilib ketgani sababli oilalarda ajralish bo'lib ketyapti. Avvalambor oila nimaligini tushuninglar. Bu ikkita ulg'aygan insonni bir-biri bilan kelishuvi. Ular ulg'aygan bo'lishi kerak ruhiy, ma'naviy jihatdan. Ota-onasini zo'rligi bilan turmush qurishim kerak ekan deb turmush qurib ketgan, ertangi hayot haqida hech qanaqa tasavvurga ega bo'lmagan insonlar emas. Bittasi ayollikni, bittasi oilani boshi bo'lishni bo'yniga olgan, mana shu ayolni uylangandan keyin hamma og'ir yengilini bo'yniga olishga tayyor bo'lgan. Ikkinchisi o'sha erkakni sevib, qadrlab, o'sha erkakka bor butuni o'zini baxshida qilishga tayyor bo'lgan ikkita ulg'aygan insonning o'zaro kelishuvi bu. Oila vujudga kelgandan keyin u oilaga hech kim xalaqit berish kerak emas. O'sha oilani yaxshi yashab ketishi, bir-birini tushunib, bir-birini qadrlab, bir-biri bilan sevishib, serfarzand bo'lib, serdavlat bo'lib, o'zbekona aytganda yashab ketish uchun qolganlar yordam berib, ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Bizda nima bo'ladi? Bizda hamma atrofdagilar xalaqit beradi. Birinchi o'rinda ikkita qaynona. Kuyovini yomonlaydi, kelinini yomonlaydi, ikkalasini qo'ynini qoldirish bilan ovora. Chunki ularni xohlagani bo'lmayapti, ularning shartiga u yoshlar to'g'ri kelmayapti. Chunki ikkalasi ham ulg'aygan farzandni tarbiya qila olmagan. Chunki ana o'sha qaynonalarni o'zi ham ulg'aygan, qaynona darajasiga chiqmagan, ulg'aygan erkak, ulg'aygan ayol obrazini oilada yarata olmagan. Agar avvalambor mana shu turmush qurayotgan yoshlarning ongida oila qanaqa bo'lishi kerakligi haqidagi tushuncha to'g'ri shakllangan bo'lsa, ular bemalol bir-biri bilan mehr muhabbat qo'yib, bir-birini kamchiliklarini ko'z yumib yuziga solmasdan, aksincha o'sha kamchiliklarni o'zi to'ldirib yashab ketadi. Mana shunaqa tushunchaga ega bo'lmagan bo'lsa, kimnidir otasi onasini hurmat qilmagan, ichkilik ichgan, oilada zulm ko'rilgan, xo'rlangan, yoki kimnidir otasi ikkinchi xotin olgan, yoki otasi pul topmagan, oilada kambag'allik bo'lgan, onasi doim zulmda yashagan, onasi livojivaniy o'zi ishlash kerak bo'lgan, oilada onalik obrazi yo'q, ertaga kech erkakka o'xshab ishlaydigan ayol, oilada otalik obrazi yo'q, o'sha oilani himoya qiluvchi moddiy ta'minotchisi yo'q. Mana shu tushunchalar asosida ulg'aygan yoshlar qanaqa oila qurish mumkin deb o'ylaysizlar? Ko'rmagan, ming o'rgating, ming tushuntiring, ular ko'rish kerak, ularning DNKsiga shu narsa bolalikdan yozilgan bo'lishi kerak. O'sha tushunchasi yo'q bo'lsa, ular qanaqa qilib baxtli oila qurishi mumkin? Ikkalasi bir-biriga jangchi bo'lib turmush qurib oladi-da, ayol men erkakman deb, erkak men ayolman deb bir-biri bilan jang qiladi. O'rni borib hayot davomida o'rni oxil almashadi. Erkak ishlamasdan uyda o'tirib oladi, yoki ichkilikka yoki narkomaniyaga kirib ketadi, ayol bo'lsa ko'chaga ishlagan chiqib ketadi erkak bo'lib. Chunki yo'q sho'llovlarni tushunchalari yo'q, oila haqidagi, oila tutumi haqidagi ota-onasidan, o'sha buvilar, dodalardan ko'rmagan shunaqangi programmalarni. Mana nima uchun oilalar ajralishib ketyapti? Ularning DNKsida faqat yomon er, yomon xotin haqida tushuncha bor va ularning DNKsida agar ajrashish programmasi bo'lsa, ular 50% ajrashishga mahkum. Bu isbotlangan teoriyalar, epigenetika isbotlab qo'yibdi buni. Nima qilish kerak? Azizlar, o'sha haligacha 50 ga chiqib, 60 ga chiqib ulg'aymagan qaynonalar, hayot qanaqaligini tushunmagan, hayotda o'zi baxt topmagan, o'zi eri bilan baxtli bo'la olmagan, eridan ma'naviy, moddiy ozuqa ola olmagan, xo'rlanib yashagan, o'g'liga yopishib olgan yoki qiziga yopishib olgan qaynonalar xalaqit berish to'xtatish kerak. O'zi bilmagan narsani qanaqa o'rgatadi ular? Ular uni hayotini buzadi faqat. Ularga farzandlariga baxtli yashashni o'zi baxtli bo'la olmagan odam o'rgata olmaydi.
farzandlariga baxtli yashashni o'rgatmoqchi bo'lib, o'g'li pul topsa, qayerdan o'g'li pul topadi, bilasizmi? U sevdi, kelinni bag'riga bosdi, undan ma'naviy ozuqa oldi, unda xursandchilik, quvonch paydo bo'ldi. Birinchi marotaba hayotda kimgadir kerak ekanini his qildi va unda energiya oshib ketdi. Endi unda zavq, shavq paydo bo'ldi. U borib ishlaydi, ishlari yurishadi, omadi yurishadi, u pul topadi. Uni puliga birpasda hamma atrofdagilar xo'jayinchilik qilishga boshlaydi. Bizda o'zbekchilikda shunaqa. Bizda shunaqa, o'g'il pul topdimi, birpasda ota-onaga berish kerak, aka-ukaga berish kerak, ukani uylantirish kerak, singlini uzatish kerak. Aslida bu muammolar ota-onaning o'zini muammosi. Epsiz bo'lib yashagan uchun o'zini farzandlarini uylantirishga puli yo'q, uzatishga puli yo'q. Chunki epsiz bo'lib oilani tutumini bilmagan ular. O'g'liga yopishib, o'g'lini so'qadi. Bor kuch-quvvatini, topgan energiyasini o'g'lini so'rib oladi. O'g'li haligi kuchini, qaymog'ini ota-onasi, aka-ukasi singlisiga baxshida qiladi, yana o'rtada xotiniga o'chirib o'tir, aralashma, mana shunaqa yashashim kerak deb bechorani boshiga mushlaydi. Menga konsultatsiya kelyapti, bittasi aytibdi. Onasi bitta ko'ylak kiygani uchun otasi ras urgan ekan. Mani odam ajrashgan bo'lganda onasi beva bo'lib bo'lan boqqan. Bitta yangi ko'ylak kiymagan, sen nimaga yangi ko'ylak kiyishing kerak deb. Mana o'zi oila tutumi qilmagan, beva bo'lib qolgan ayol endi o'g'lini baxtli bo'lishiga o'z tushunchalari bilan xalaqit beryapti. Sen faqat ukalaringga yordam berishing kerak. Uni baxtichi, o'zini baxtichi, uni ayolichi. U ko'chaga chiqib ketgan erkak ayolini urib ayolligini yo'q qildi, uni xor qildi, unda go'zalligi ham qolmadi, mehr muhabbat, sevgi ham qolmadi. Zerikarli ayol bo'ldi. Har kuni ko'zini yoshini ko'rib, har kuni ezilgan, ko'rimsiz ayolni ko'rib, ayoldan zavq ololmay, ko'chadagi ayollardan zavq oladigan bu xiyonatchi erkakka aylanib ketdi. Hech qanaqa oila tutumi yo'q bu yerda, yo'q. Nimalar qilib tashyapmiz o'zbeklar, ko'zinglarni ochinglar. Yetar endi. Men buni viloyatlarda ko'ryapman. Viloyatdagi baxtsiz shaharlarda ham bor. Ko'ryapman baxtsiz ayollarni, taqdirlarini ko'ryapman. Endi o'shalar to'xtashi kerak. Endi mana shu baxtsiz taqdirlardan paydo bo'lgan avlodlar ming yaxshi yashashga harakat qilsa ham, ularda o'sha baxtsiz onalarning, baxtsiz otalarning tuyg'ulari o'tiradi. Mana shu tuyg'ular asosida u hayotni baxtli qilib yarata olmaydi. Sababi ular genetik trans, ya'ni o'zini o'zi boshqarmagan holda shu tuyg'ularga asir bo'lib yashaydi. Kelin bo'lib tushyapti izobilniy oilaga. Qaynota qaynona yaxshi, er yaxshi, lekin birasi g'urbat oiladan chiqqan, doim ichib keladigan, ota-onani uradigan, uy qochib adasidan bekinib kechalari zirillab yashagan, u faqatgina qo'rquv ongida katta bo'lgan, qo'rquv, qochish, nafrat ongi shu darajada singib ketganki, kelin bo'lib tushgandan keyin расслабиться qila olmaydi. O'sha izobilniy xotirjam oilaga moslashib keta olmaydi. Uni ongiga moslashib, shu singib ketgan qo'rquv ongi, vahima ongi, nafrat ongi qo'yib yubormaydi, bo'shashtira olmaydi o'zini va bu oilada ham oxir oqibat o'sha o'zini olib kelgan uyni muhitini yaratadi. Qaynota qaynona kelinni yomon ko'radi, eri yomon ko'radi, yasholmaydi, 2-3 ta bola bilan ajraladi, yana o'sha g'urbat uyga qaytib ketadi. Bu narsalar takroran bo'ladi. Qachonki endi xo'p mayli, shuncha narsani aytdim, chorasini ayting. Eng muhimi chorasini ayting azizlar. Mashq ketishda bo'radigan bo'lsa, ajralishli 50 yillik bo'ldimi, 100 bo'lib ketadi agar to'xtatmasak. Birinchi o'rinda yoshlar ulg'ayib turmush qursin, o'zini tanib. Ikkinchidan, har bittasi o'zini vazifasini bilsin. O'sha o'g'lingizga pul topsang, ukangga, singlingga durmaylar-da, o'g'lingizga oila boshqaruvchisan. O'sha ayolingni, farzandlaringni hammasiga sen mas'ulsan, ro'zg'oringga mas'ulsan deb sindiringlar. Qizinglarga borganingdan keyin o'sha qaynotani hurmat qilsang, eringni e'zozlasang, o'sha yerda qut qo'yib pala yozasan. Vaqti kelsa qattivchilikka chidasang, sabr qilsang yashaysan, hayot bo'ladi deb tushuntiringlar. Uchinchidan, ikkalasiga ham oila bu ikkalasiniki.
Tashqaridan hech kim aralashish shart emas, qarorlarni o'zligi qabul qilishini tushuntiringlar. Yoshlar mas'uliyatni olishni o'rgansin. Mas'uliyat degani erkak ayolini oldidagi, ayoli erkagini oldidagi mas'uliyat his qilsin. Ayol farzand tug'adi. Uni boqish o'zi emas, hozir bola boqish o'zi bo'lmayapti. Kechalar uyqusiz, kechalar uyqulardan qolib eziladi, kasal bo'ladi. O'shanaqa vaqtda erkak ayolini qo'llashni tushunsin. Endi uxlagan ayoliga turuningda uni qil. Ahob kechasi bilan bola bilan uxlamay chiqdim-ku, kecha yig'lab chiqdi, bola chumoqsa, parvosiga olmasdan unga nisbatan manipulyatsiya o'tkazish, turtkilash, ezish, ruhan, ma'naviy jihatdan, moddiy ham tanasi charchab ketadi. Shuni hisobga olinglar. Mana shunaqa darajadagi holatga kelib qolmaslik uchun, azizlar, yoshlarga tushuntirish kerak. Ular oiladagi o'rnini to'g'ri tushunsin. Oiladagi vazifasini to'g'ri tushunsin. Keyingi masala oiladagi yoshlarning ishiga kattalar aralashish kerak emas. Iloji boricha faqat ularga bir-birini maqtashi, bir-birini kamchiligini ko'rsatmasdan qo'llab-quvvatlashi, to bir-biriga moslashib yashab ketguncha ularga faqat yaxshi nasihatlar qilish kerak. Kelinni yomonlasa, kuyovni yomonlasa, bir-birini ko'ynini qoldirsa, bunaqada bular hali bir-biriga o'rganmagan, moslashmagan ikkita yosh bir-biridan nafratlanishga, bir-birini yomon ko'rishga boshlaydi. Odamni gap buzadi deydi. Natijada ikkalasi ham bir-biridan ko'yni qolib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun yoshlarga bir-birini maqtash kerak. Undan keyingi vazifa yoshlar farzandli bo'ladi. Ularga eng muhimi mana shu farzandlar ularning kelajagi ekanligini, farzandlarni baxti uchun ham bular baxtli bo'lib yashash kerakligi, endi ular faqat o'zini hayotiga emas, mana shu norasidalarning hayotiga mas'ul ekanligini, mana shu mas'uliyatni his qilib, bir-biri bilan chiqishib yashashi, tushunib yashashi, qo'llab-quvvatlab yashashi kerakligini tushuntirish kerak. Ajralish degani faqat o'zini o'ylab ajrashib ketdi, farzandning taqdirichi. Har bitta ajrashilgan oilalardagi farzandlarning taqdiri nima bo'ladi? Baxtsizlarni nimaga ko'paytirish kerak? O'sha bolalar uchun ham bir-biriga moslashishga, bir-birini yaxshi ko'rishga, shartsiz qabul qilishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga harakat qilish kerak ekanligini yoshlarga tushuntirish kerak. Bu suhbatda gapiraman desam juda ham ko'p gapiriladigan gaplar bor. Lekin men bu mavzularni saodatli oila tilsimi kursimda to'liq o'tishga qaror qildim. Agar sizlarga mana shu yordam kerak bo'lsa, baxtli oila tutumini, xotirjam, badavlat oila tutumini yaratishni istayotgan bo'lsanglar, men sizlarni mana shu kursimda kutib qolaman.